Biz har kuni bir xil yo'nalishlar bilan ovoradaymiz. Ish, uy, ro'zg'or tashvishlari, yaqinlarimiz bilan mayda gap so'zlar, go'yoki hayotimiz juda oddiy va zerikarlidir. Lekin biz o'qiydigan o'sha buyuk asarlar ham aslida muvaffaqiyat haqida emas, aynan mana shu biz yashayotgan oddiy hayot va undagi xatolarimiz haqida yozilgan. Alkimyogar asaridagi cho'pon yigit xazina qidirib uzoq ellarga ketadi, och qoladi, aldanadi, qiyinchilik ko'radi. Oxiri bilsa, xazina u har kuni uxlab yurgan o'sha eski cherkov poydevori tagida bo'ladi. Hayotda ham shunday. Biz baxtni uzoqlardan, ko'p puldan, boshqa shaharlardan yoki kelajakdan qidiramiz. Aslida esa u hozirgina sizga choy qo'yib bergan onangizning duosida, ayolingizning tabassumida yoki bolangizning kulgusida edi. Biz shunchaki yonimizdagini ko'ra olmaymiz. Martin Eden oddiy, kambag'al yigit paytida uni hech kim odam o'rnida ko'rmaydi. Kelajagi yo'q deb sevgan qizi ham tashlab ketadi. Keyin u kechalar uxlamay ishlab, mashhur va boy bo'lib qaytganida o'sha tashlab ketganlar atrofida parvonalar bo'lishadi. Lekin endi kech edi. Martinning qalbi sovib bo'lgandi. Hayotiy haqiqat shuki, inson qiyinchilikda turganda unga berilmagan mehr u oyoqqa turib olgandan keyin bir tiyinga qimmat bo'ladi. Yaqinlaringizga vaqtida qadr bering. Asarda bir oddiy savol bor. Oxirgi marta qachon otangiz yoki onangiz bilan Asarda bir oddiy savol bor. Oxirgi marta qachon otangiz yoki onangiz bilan shoshilmasdan telefonni chetga qo'yib dildan suhbatlashdingiz? Biz doim bandmiz, ishimiz ko'p, ulgurmaymiz. Lekin bir kuni kelib o'sha bizga aql o'rgatgandek tuyulgan ovozlarni eshitish uchun butun boyligimizni berishga tayyor bo'lamiz. Ammo topolmaymiz. Hayot bu yugur-yugurlar emas. Hayot bu bugun yaqiningizga vaqt ajratib holidan xabar olishingizdir. Kitoblar bizga osmondagi yulduzlarni va'da qilmaydi. Ular shunchaki yerda, oyoq ostimizda turgan baxtni ko'rishni o'rgatadi. Bugun choyingizni shoshilmay yaqinlaringiz bilan iching. Salomat bo'ling.